Qachon chiqasiz? Assalomu alaykum qadrdonlar. Navbatdagi darvozamizda Andijon viloyati Paytuf shahriga kelib o'rnatdik. Bu darvozamiz bir qator razmer va materiallar bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak. Assalomu alaykum aka. Birovni mehnatini videoga olib ketadiganlar ko'payib ketdi-da. Albatta hozir ana akamiz chiroyli qilib darvozalarimizni qo'yib ketdi, ko'ngillilar chiqdi. Hammalarimiz chotki, batafsil ma'lumot akamiz o'zida. Bir qator materiallar bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, yongi stokalariga 8x8 profilda 2 listeniyasida qo'yib berganmiz. Listlari esa 1.8 da bo'lgan, yarim chunki holatda. Kraskalari esa avtomobilning Devo kraska. Gruntobga обязательный bo'lgan. Zamoglari esa Freddy zamog, toza. 3 yilgacha garantiyasini beriladi zamogni. Xudo xolsa kimga shunaqangi mustahkam darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovka mutlaq bepul.